Hammaga salom, mening ismim Anna. Bugun Toka Life World'dagi uyimizni obzor qilamiz. Bu uyimizni yomg'ir yog'yapti. Quyosh bo'lishiga qaramasdan. Ko'ryapsizlar, bu yerda o'tiradigan joy, narsa bor, eshik bor. Keyin bu yerga kirganimizda oshxonamiz bor. Idish yuvadigan, hamma joyda daraxtlar, gullar, xolodilnik. Keyin lift bor. Ko'p o'tirmayman, lekin o'tirish uchun nima derdi buni? Ismini unutdim. O'tirish uchun narsa bor. Bu yerda hech keraksiz bo'lgan narsalar bor. Ikkinchi qavatga o'tamiz. Ikkinchi qavatga keldik. Bu yerda hech nima yo'q, chunki bu yer uchun hech nima o'ylab topolmadim. Shuning uchun bu yer bo'sh. Agar nimadir qilishni xohlasanglar, kommentga yozishinglar mumkin. Bu yerda rasm bor. Pastda ham shu rasm bir xil bor edi. Bu yerda televizor bor. Bu yerda o'tirish uchun divan, narsa qo'yish uchun nimadir stol. Bu yerda haligi gul bor. Gul emas, shu narsa edi. Nimadir yerda ko'bin gul, shunaqa gul bor. Lekin yemaydi, boshqa nima qilmaydi. Bu yerda daraxt bor, jakuzi bor. Va bu yerda jakozida ishlatish uchun kerakli bir nimalar bor. Bu yerda hammom bor. Bu meni xonam. Yotoq. Bu yerda ko'p narsa yo'q, chunki men bu uyga yangi ko'chganim uchun. Tepada kitoblar, ruchka, dekor bir nimalar bor. Bu yerda kiyimlarim bor. Endi 3-qavatga ketdik. 3-qavatga keldik. 3-qavatda bu yerda kuchukcham yotadigan joy bor. Hali kuchukcham yo'q. Endi olgani yangi kuchukcha olmoqchiman. Shuni olganda yotadi. Bu yerda yotmasdan oldin aytay. Bu yerda hovuz bor. Hovuzni ustida shunaqa nima derdi ismini? Shunaqa narsalar bor. Bu yerda o'tiradigan joy bor. Hovuzdan chiqqandan keyin undan keyin yonida shunaqa o'rdakcha, g'ozcha qo'yib qo'ydim. Bu yerda hovuzdan chiqqandan keyin cho'miladigan dush bor. Tepasida sochiq, shampun. Bu yerga o'tganimizda esa bu yerga hali narsalar qo'ymoqchiman. Tashqarida go'sht pishiradigan va uni yonida o'tiradigan stul bor. Bu yerga yana bir nimalar qo'yishimiz mumkin. Endi oxirgi pastki qavatga ketamiz. Sizlarga yerda bir surpriz bor. Ketdik. Endi bu yerda shunaqa kaktus bor. Keyin mana tadan make-up va game xonasi, ya'ni o'yin xonasi. Bu yerda o'tiradigan shu bekitib narsa ochadigani bor. Bu yerda nimadirdi? Kompyuter, yonida stuli. Bu yerda o'tirib yeydigan narsalar bor. Bu yerda shu make-up qilish uchun narsalar. Hamma narsa bor. Bu yerda oyna bor. Xonamga qo'yamaganim uchun bu yerga qo'yganman. Shunaqa. Videoning oxiriga keldik. Agar video yoqqan bo'lsa, podpiska va like bosishni esingizdan chiqarmang. Bu yerda shunaqa bor. Ko'rsatib o'tdim. Bye bye.